Mana azizlar, quyon ko'payish juda tezligi birpasda tug'arar ekan, birpasda qo'shilib, birpasda ko'payar ekan bu quyonlar. Oldingi safar kesa tuqqani bolachasi edi. Yana oldingi safar kesa tug'di, ko'p tug'di. Yaxshi qaramagan ekanmiz, o'lib qoldi. Endi mana endi quyonni ko'paytiryapmiz. Xudo xolasa joylar qilib quyon boqish ishga tushirdim. Yana bitta anchadan beri boqib kelaman quyonlari. Ko'p bir 50 taga yetkazmoqchiman. Ko'paytirib, undan ham ko'p agar. Sog' bo'lasizlar. Quyon boqinglar.